Mendan tirik kitob chiqmaydi, lekin tirik uychi bola chiqishi mumkin. Okalar, Oxun Boboyevda doda hovli turibdi. Okalar, do'ppitorlik qilib sotadigan bo'lib qolishdi. Mana buni qaranglar. Tayyor hovli, okalar. Mazza qilib yashayveradigan joyi, narxi bor, juda ham tushib ketdi. Mana buni qarang, ko'chalar keng. Naryoqda O'zbekistonda kichkina mini choyxonaligisi bor. Mazza qilib yashayveradigan joy. Bu mahalla slishkim elitniy doda mahalla, hurmatli obunachilar. Uyni ko'ringlar, bitta mashinga tars jigarim. Hojiga op. Mashina ustiga sakravering jigar, sakravering. Joy hisobisi. Xo'p, Moyaru mahalla to'g'risida gaplashamiz. Hurmatli obunachilar, Moyaru mahallada umuman muammo yo'q. Suv, svet, gaz, doda. Yana sizlarga maktab kerakmi, bog'cha kerakmi, masjid kerakmi, magazin kerakmi, klinika kerakmi, hammasi peshi dostupnosti. Peshi dostupnosti degani bu oyog'ingizda bemalol borsangiz bo'ladi. Mashina kerak emas degani. Jigarim, xonadonni 190 ming deyapmiz. 190 mingga sizlar bunaqa uy ola olmaysizlar, baraka topkurlar. Salkam 5 sotuv hovlini men sizlarga 190 mingga beraveraman deyapman. Nariyoqda yana 5-6 ta xonasi bor. Xo'p, hovli 5 ga yaqin. Ko'ryapsizlar-ku? Oldida mashinchi joyi bor. Okalar, bu uyda sizlar ham yashab, keyinchalik bu tarafini remont qilib olsanglar, bu yoqda 1, 2, 3 yevro remont ichida o'zini sanuzeli bilan keng 3 ta xona uy turibdi. Salkam 5 sotuvli hovli. Bu yoq tarafi ham o'sha bitib qolgan. Bu yoqda ham bir 8 ta xonasi bor. Общий 10 ta xonasi bor, hurmatli obunachilar. O'zlari uchun qilib turgan ekanlar, do'ppitorlik qilib sotadigan bo'lib qoptilar. Hammaga nasib qilsin. Okey, remont qilib to'g'rilab olamiz. Pollarini ham qilganlar, ko'ryapsizlar. Gips kardonlar qilingan, eshikni qo'yamiz, aboy yopishtiramiz, elektronika bo'lgan, romlar qo'yilgan. Okeylar, 10 xonali xonadon. Vashi cho'tki narx bo'lib ketdi, okey? Kelasiz, mazani qilib yashaysiz. Ichkarilar polniy remontdan chiqqan. Qaranglar, hovlidan bizni bu yoq tarafga binoga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirsa bizani chiroyli kuxnya kutib oladi, ko'ryapsizlarmi? Chiroyli kuxnya. Keling, mana shu kuxnyada maza qilib ishlaysiz, xudo xolisa. Qaranglar, uyni narxi tushib ketgani uchun ko'p odam kelib, naqd pulimiz yo'q, ipoteka, mashinam bor, zavodim bor, zavodga almashaylik, firmaga almashaylik, ofisga almashaylik, xonali dom bor, ustiga doplata qilaman deb mashina gapirib yotishdi. Naqd pul bilan kelsanglar, okalar, 190 mingga beraman. Mana hovli topa olmaysizlar, 200%. 200%. Mana mana shu Mevazor mahalla, Moyaru mahalla, Oxun Boboyevdan bu narxga topa olmaysizlar. Qaranglar, oshxonani. Shokolad, jigarim, shokolad. Mana shu videoga. Ters, dodam. Ters, dodam. Ters, dodam. Jon hisobisini. Xo'p, eslatib o'tamiz, bu hovlini men 215 ming, 220 ming, 230 ming dollardan reklama qilganman. Juda ham chiroyli hovli, okalar. Bemalol kelib, sizlar mana shu hovlini tezda o'zingizlar yashashingiz uchun baraka qilib olinglar. Chunki bunaqa chiroyli fayzli mahalladan bunaqa hovli topa olmaysizlar. Bu mahallada bunaqa narxga bunaqa hovli yo'q, hurmatli obunachilar. Voy, mahallani bombasi jigar. Mana buni qarang. Qanaqa sizlar qanaqa mahalladan hovli qidiryapti deydi? Mana okey, Palnatsenniy mahalladan Palnatsenniy hovli. Yana kelaman,